Kattakon rahmat sizga, mana shunday bizlarga oilalarni bag'rini to'ldirib yurishlaringiz tilakdosh. Aslida siz qahramonsiz, mana shu kishi birinchi. Yaxshimisiz? Yo'q. Nimaga xafa bo'laman? Yaxshimisiz? Yaxshi katta bo'lyapsizlarmi? Qanchalik bo'ldi? Charchamasdan ro'za Ramazon oylari bilan tabriklayman. Kattakon rahmat sizga, mana shunday bizlarga nima deydi, yorug'likni, yangiliklarni berganingiz uchun. Xudoga shukr, kattarib qoldik. Aytganingizdek soldatchalar. Da. Borlaringizga shukr. Rahmat. Shunda kelish kerak edi, shartmas edi. Rahmat. Rahmat. Kattakon rahmat. Sizga niyat qilib oldik o'zimizga. Har doim, har nimada Telegramda yozib, qo'llab-quvvatlab, motivatsiyalarni berib, shunday. Yana odamdan yaxshi gap eshitib, ko'nglingiz ko'tariladi-ku. Nega kam bo'lsa, ko'pincha ko'rasan. Assalomu qo'lingizga oling. Rahmat. Hayba, men chin ko'ngildan niyat qildim sizga. Mana shu Navruz oylarida siz mana shundan adres chiroyli tiktirib, albatta Mansurovadan deb rahmat. Bitta rasmni ko'rishim kerakligini niyat qilib oldim sizga. Tikuvchilar ham bor. Ura nechta homiladorlarimiz bor, tikuvchilarimiz tikib beramiz. Katta Parvin opaga ham kattakon rahmat, u kishilarni ham hissalari tekkan. Aslida siz qahramonsiz. Mana shu kishi birinchi kelib, mana o'zim men gapirib beraman, intervyu qilaman, yuzimni yopmasalaringiz ham mayli degan qahramonimiz ana shu kishi Mansurova. Niyat qildik bizlar. Mana o'g'ilcha ko'tarib yuribdilar. Ilohim sog' salomat qo'lingizga oling. Meni o'zim aytgan edim. Shunday ko'rib intervyuda hamma narsani ko'rib havas qilardim. Meni ham shunday ochiqlikda ko'rsin, mana shu yerda shu yangiliklarni qildik. Assalomu alaykum, rahmat Parvin opa. Ko'ylak tiktiraman. Salomat bo'lingizlar. Mana bu jamoa bilan og'iz ochada duo qilib yeysizlar. Rahmat sizga. Endi shunaqa rang iPhone olsam agar, olov rang, вообще zo'r bo'ladi. Tortam shunaqa qarang, trendoviy hammasi. Rahmat, borlaringizga shukr. Har doim ana shunday kulib, ana shunday nima deydi, oilalarni bag'rini to'ldirib yurishlaringiz tilakdoshiman. O'zimni ota-onam haligacha duo qilishadi sizlarni. Rahmat. Borlaringizga shukr. Ilohim. Endi Xudo xohlasa. Biz shunchaki sababchimiz. Sizni shuncha yil kutgan sabringizni ajri bu deb o'ylayman. Qahramon ayol, mana xo'jayinlari ham shunday bir marta, ikki marta gaplashganmiz. Juda ham hurmat qilaman. Hamma ishni qilib, shuncha to'siqlardan o'tib va mana shu 2026-yilda inshaalloh siz ham ona bo'lib tug'dirishga boraylik, ilohim. Ilohim aytganingiz. Sizni tug'dirishga boramiz, ilohim aytganingiz. Ilohim nasib qilsin mana shu kunlar. Sog'lik farzand bo'lsin deymiz. Kattakon rahmat. Mana kuni kecha qizalog'imiz tug'ildi, kecha 18 yil kutgan qizalog'imiz tug'ildi, 14 yil kutgan qizalog'imiz tug'ildi. Dushanba kuni mana kesareva rejalashtirilgan yana bitta oilamizga 7 yil kutganlar. Mana shu oilalarni mustahkam bo'lishiga, farzandli bo'lishiga qilayotgan o'sha mehnatlarimizdan ozgincha hissamiz borligidan benihoyatda xursandmiz. Faqat shu duo, yaxshi niyat va harakat. Ixlos. Ixlos eng katta sababchisi sizlar bo'ldingiz. Mana necha yil deganda men o'zim boshida aytganman, necha kishiga bordim, bir nimasini ko'rman, sizlarda katta umid bilan keldim. Bundan 2 yil oldin kelib ketgan edim. Qaytib ketgan edim, yana keldim. Vaqt soati shu vaqtda bo'lganda. Hamma narsaga eng nimasi menga yoqqan tarafi sizlarning motivatsiyalaringiz, shirin so'zlaringiz. Rahmat. Men uchun tog'day narsa. Rahmat. Borlaringizga shukr. Kattakon rahmat sizlarga. Xudo xohlasa chaqaloqimiz ko'tarib birinchi bo'lib shu yerga kelamiz. Rahmat borlaringizga. Kutilmagan bir vaqt, chunki ko'plar albatta taqiq qo'yadi. ijtimoiy tarmoqlarda aytmanglar, ko'rsatmanglar, rasmga olmanglar deydi. Siz birinchi qahramon deganimiz shu majlisda aytyapmizki, siz haqiqiy qahramon, qo'rqmang, mana hammani oldiga aytyapsizki, shunday doktoringa shunaqa ishlar qilyapti. Ko'plar hayotida uni
ko'proq aytishdan nima qiladi? Ha, yo'q, to'g'ri, lekin Juda ham qahramonligingiz bizlarni o'zi sochlarim nima qilib ketdi. rahmat kattakon. Eng glavnisi men shu kunga yetganimga xursandman. Sizlar bilan birgalikda bu oldin qancha vaqt qiynalganman. Sizlarning yordamlaringiz bilan shu kunga yetdim. Rahmat. Kattakon rahmat. Ro'za oylarida ilohim birlaringizga ming bersin. Sog' salomat qo'yinglar. Xudo xohlasa yana yaxshi kunlarga, bundan keyingilarga ham ko'rish nasib Yo'q, etsin. albatta. Mana endi yo'lini bilib oldingiz. Xudo xohlasa, kelishadi. Ha, bo'ldi. Rahmat kattakon. Rahmat. Sog' bo'linglar. Вопрос. Bitta ikkita savol bersa javob berib yuboring shunda. Mayli. Nagar qaytingizda? Mang buningizni uxlab ketdik. Qanaqasi? Men albatta tiktiraman shuni. Niyat 100%. Iltimos hay. Hay bujon hay tiktiring. Yo'q tiktiraman. Men chunki o'zim niyat qilib oldim. Tiktiraman bu. qiladi. Rang ham zo'r ekan. Aytdim-ku, iPhone shunaqa iPhone olib beringlar menga. O'qigan mos ekan bu. Sizlarga ham kattakon rahmat. Shunday yaxshi insonlarga mana shunday chiroyli farzand bergan Xudo. Ularni umri bilan rizqi bilan bergan Xudo. Yaxshi kunlaringiz ko'paysin, ballaringiz ko'payganiga sizlarga qo'shilib mana shunaqangi sevinch ko'z yoshlarga har kuni ko'zimizdan kollektivimizga hammalariga ishlash davomimiz shaxsiy hayotlarida omad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. Rahmat. Mayli. Sog' bo'linglar, mayli. Rahmat kattakon.